miya faoliyati nisbatan yoshga nisbatan sal sustligi hamda nutqiy faoliyatni kechikishi bilan degan tashxis bor. Nechta bo'lyapti so'z boyligimiz? So'z boyligi Nechta? 10 tami? Chiqmayapti. Chiqmayapti. No, predmetni tushunish, tushuntirish, o'ziga nima kerakligini aytish, nima deydi, imo bilan bo'lsa ham bor, ham bo'ladi, yaxshi. Iya, uka qani? Ukang qani? Jichi qani? Muhammadjon qani? Ana ko'zing qani? Ana qulog'ing qani? Qo'ling bilan tekizib ko'rsatchi bunday qilib. Balli, og'zing qani? Balli, burningiz qani? Oy, mana dis. Isming nima edi? Isming nima edi? Mitti? Qo'lingiz bering. Birola nima davolovchiga o'tkazib ekan birat. Qani, bog'chaga boryapti? Boryapti. Bolalar bilan munosabat qanday bo'lyapti? Bir o'ynasa yaxshi zo'r o'ynaveradi. Chiqish qolsa bo'ldi, o'ynaveradi. O'zi o'ta shok bo'lib ketyapti borgan sari. Shok bo'lgani yaxshi. No, burchakka o'tirib olib, alohida o'tirib olish yoki haligi bolalar bilan o'yinga kirishga qiyinchilik bo'lmayaptimi? Asal go'da bo'lib qoladi. Go'da. Chiqmasa. Uyda shug'ullanyapsizmi? Shug'ullanishga astoydil bor. Hayvonlar plakati, nomlari, ranglar, sanoq cho'plar ketyapti. Plastilinlar imkon qadar mayda maktab, mosh, qanaqa ishlar bilan ketyapti. bo'ladi. Mayda harakatni ko'paytirish kerak, mayda motorikalarni ko'paytirish kerak imkon qadar. Yoshiga mos holatda rivojlantiruvchi, nutq chiqaruvchi o'yinlar bilan boshlashimiz kerak. Suhbatlashishni ko'proq. Bolachaga misol uchun o'zi gapirmasa ham ertak aytib berish kerak. Qancha ko'p kirish bo'lsa, shuncha qancha ko'p so'z boyligi bo'lsa, shuncha chiqishda ham yaxshi tarafga o'zgarish bo'ladi-da. Qolgan dori-darmonni davom etkazaveramiz. Logopedlar ishlaversin. Hozir bo'g'inlab aytish bor deyapsiz so'zlarda. Bir bo'g'in, ikki bo'g'inli yengil so'zlarda bor. Ikki bo'g'inli. Ona, dada, bola. Aytaveradi, lekin haligi qo'shimchalar, misol ot bo'lsa ot, qilib shunaqa qilaveradi. Qo'shib ketyapti. Qo'shib ketyapti. Davolasa yana ham yaxshi tarafga yuradi. Uyqusi qalay? Uyqusi dahshat bo'ldi. Ko'p emasmi ortiqcha? Ko'p ortiqcha. Bo'lib ketdi. Endi shunaqa bo'lib ketdi. Bir uxlasa 5 soat, 4 soat uxlaydi kunduzi. Cho'chish uyquda Bor. bor. Turib olib yig'lashchi. Kimlardir bilan o'shani qo'yapti. Tishini bichillatyapti. Chaqirganda bitida qarash bor. Ha, Muhammad Rizo. Chaqirganda bitida qarash bor. Hamma predmetni tushunish bo'lyapti. 100%, ko'rgan predmetni hammasini tushunadi. ha, tushundim. Keyin televizorda ham daras ko'rsatadi. Televizorga kirib ketyapti. Film qo'ysangiz, kirib ketib turing, kimdi qo'yadi. Ko'zi ko'p oradan ne qilib yuboryapti. Ajoyib qarayapti. Bunday chekkasiga qarayapti. Kirib ketyapti ichiga. O'chirib qo'ysa, endi yig'iladi. Film ko'rsa, chekib turing, deb qo'yapti. Bir tomonga qarab turing, deb qilyapti. Ko'zing ko'ryapti, sen yo'q ko'ryapti dedi. Quyoshdachi? Quyoshda ko'zini qisib olish yo'qmi? Yo'q, yaxshi ko'rmayapti. Telefonchi? Telefon bermay qo'yganmiz. Umuman Orada chicha beraman, lekin u telefonimga bermadim. 15 minut 20 minut. imkoniyat darajasida bermaslik kerak. Chunki hali nutq chiqishi eng kurtaga o'tayotgan paytida hozir ham ruscha, ham inglizcha, ham yaponcha olib ketsa YouTube'da yana nima bo'lib ketadi. Orqaga surilib ketish bo'ladi. Ashungacha nima aqlan bir ko'rsataylik ekan deb ham nima desa, chiqcha qolish ham bor. Tenkurlarga nisbatan deyapti. O'z diagnozimiz haqida, keyin MMD SZRR degan tashxis bor. SZRR beribdi dedi-da, men ham tushunib qoldim borganda. Минимальная мозговая дисфункция, задержка речевого развития, ya'ni miya faoliyati nisbatan yoshga nisbatan sal sustligi hamda nutqiy faoliyatni kechikishi bilan degan tashxis bor. Olayotgan lecheniyalar, logopedlar shu zararga qaratilgan bo'lyapti. MMD bilan zararga qaratilgan bo'lyapti. Qo'shimcha endi TMS degan apparat qo'shamiz ekan. TMS dan maqsad nutq markazini stimullab beradi. Ya'ni nisbatan tezroq nutq chiqishini yaxshilab berish uchun. Faqat lekin baribir asosiy narsa sizlarni ishlashdan turadi. 13-xonada TMS degan apparat bor. Transkranial magnitli stimulyatsiya, ya'ni fikriy nutqiy faoliyatni rivojlantirish uchun. Muammo shu mo'jil bo'lsa xabarlashamiz. Yaxshi yursak, bolalar bilan bir oyda ko'rishamiz.